Hurmatli No'xat Xorij Motor kanali qatorchilari, bugungi kunga 2023-yil 9-iyul kuni biz No'xat rayoniga qarashli Qayrag'och ayilidan keldik. Şol yerdan yo'l o'ng bo'lib boshlanibdi. O'sha qarangizlar. Hozir şol yerdan ma'lumot olamiz. Bizdan olsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli. O'sha yo'l boshlanadi hozir bir ertanchi. Inshaalloh hozir mashinalar ishlab ketadi, qarangizlar. Hozir şol yerdan ma'lumot olamiz. Tram bo'lib qolganda o'tadi, şol yerga borib tortamiz. Qarangizlar. Hurmatli yo'l qachon bitadi o'tasizlar dedingizlar, mana Qayrag'ochdan o'sha boshlandi, o'sha xudo xolsa bitadi yaqinda. Qayrag'ochdan o'sha asfaltlar boshlandi, mana qarangizlar. Siz mana yer trotuar bo'ladi ekan, mana sizdan buyog'i. Buyog'i yo'l o'g'lanadi ekan, qarangizlar. Hurmatli ketdik anda o'sha KAMAZning jonidan boramiz. Shu yerdan tortamiz. Ketdik. Hurmatli mana katta texnikalar, qarangizlar. Texnikalar ketib yotadi. Yo'l Boğaz'a baştaldı. Baştalacak. Anladın mı? Onlar Qayrag'ochdan uca yol baştaldı. 2023 yıldan 9-iyul günü şu yolda geldik. Buradan ma'lumot olib beramiz sizlarga. Bizdan olsaylar like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Onlar KAMAZlar ishlab yotadi. Mana Şeben tövbe bu yolda olsa yol başladı inşallah. Böyle bir saç. Ulan olur mu işte orada? Ramazan. Qayrag'och yol başladı bana. Orada yol başladı. Orada tramvay oldu. Nasıl olacaktan bu bucaktan bu. Bakın. İş kızı yürüyüp yatады. Qayrag'ochda o'sha yo'l boshlanadi asfaltda. Ular shu uchun. Bunlar tuğanlar mana boshlanadi o'sha xudo asfalt. Qarangizlar. O yoqda traktor tegizib o'tadi ekan. O'sha xudo xohlasa inshaalloh nasib qilsa mana Qayrag'ochdan boshlanadi o'sha yo'lchi. Mana qiz yurib yotadi. Qarangizlar. Bugungi kun Qayrag'ochda bo'ldi. 9-iyul 2023 yılın 9-iyul günü biz kechqurun shu Qayrag'och ayilidan keldik. Asfalt tekis sloy qo'yiladi ekan. Qancha santimetr ekan so'rab sizlardan bilib beramiz. Hurmatli tuğanlar, asfalt tekis sloy qo'yiladi ekan. Qarangizlar hurmatli tuğanlar, hozir hozir 10 kun ichida boshlanadi. Inshaalloh bir haftaning ichida 10 kun endi bir haftaning ichida boshlanadi. Shu Qayrag'ochdan yo'l boshlanadi. Mana qarangizlar, o'sha o'ygacha borib kelayin men. Shu traktorning jonigacha borib kelayin. Asfalt yo'l ko'rsatib hurmatli tuğanlar. Qarangizlar. Yo'l yaxshi. Mashinalar o'tadi. Eksloy qo'yiladi ekanda. Hozir mana o'zi 20 santimetr ekan mana och. Sheben. Shog'ol, toza shog'ol ekan. 20 santimetr ekanda. Qarangizlar, hurmatli 20 santimetr ekan. Hurmatli hozir boshlanadi, qarangizlar. Hozir nima kelsa KAMAZ kelsa to'kkan ko'rsatadi, mana qarangizlar. Yo'q, Qayrag'och ayilidan boshlanadi. Cho'slar ishlayapti. Xudo 10 kunda asfalt bo'lib boshlanadi. Xudo shu nimagacha bitadi? Ayrilishgacha. Hurmatli hozir kelgan to'kkan ko'rsatib qo'yaman. Shu bilan sistemani jingitamiz, qarangizlar. Shuni tegizib o'tadigan. Alloh razı olsun ishchilardan. Yo'l boshlanib desam, boshlanadi hozir bugun. 2023 yildan 9-iyul kuni boshlanadi hozir. Qayrag'ochdan boshlanadi yo'l. Shu joqdan boshlab No'xatni ayirish yo'lgacha bo'ladigan. Qarangizlar, bu traktor tegizib o'tadi, shu yerdan ko'ramiz. Hurmatli qarangizlar, traktor yo'l tegizib Onun atlatabilir şey yok. Onu da çok güzel. Çocuklar işte zaten bana. Allah razı olsun. Babanç. Ona kağıt atıyor. Fransız. Kağıt kağıt zaten. Kağıt kağıt zaten. Kızı cüro atar Fransız.
Kanka bu yolda. Bu tonlar bana su çarçıp getirip maşine su çarçıp onlar su çarçıp yolda yola başlar. Yolun başlar şu yolda. Aslan alıp zaten ki daha şava bile çok zaten ortası yapıyoruz. Yapalım. Ama telefonu tartım kamp tutmaya çalışıyorum. Telefon? Redmi. Ha, Redmi. O sonra